Assalomu alaykum vatandoshlar. Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg yo'nalishlarimizga vatandoshlarimiz Primoy avtovokzal Abu Sahiydan yuriladi. Komfortabilni lyuks avtobuslarimiz faqat sizlar uchun aziz vatandoshlar. Biz sizlarga yaxshin tavsiya qilamiz. Ko'rib turgan joylar Abu Sahiy savdo majmuasini oldidagi Abu Sahiy avtovokzallarimiz ko'rishingiz mumkin. Komfortabilni lyuks avtobuslarimiz faqatgina shu yerda kelasiz. Men kassalarni ko'rsatib o'taman. Abu Sahiyga kelganingizda mana to'g'rida avtovokzal Abu Sahiy kassamiz. Aziz vatandoshlar, Toshkent, Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent, Krasnodar, Toshkent, Penza, Samara, Riza, Orenburg, Novosibirsk shaharlariga reyslarimiz bor. Aziz vatandoshlar, haftada 4 kun bu reyslarimiz davom etadi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlarida 13:00 da 18:00 da pasatkamiz bo'lib o'tadi. Aziz vatandoshlar, bu avtobuslarimiz komfort hisoblanib, issiqda kunida muzdakkina ketadigan avtobuslarimiz. 51 ta mesda bo'lib, oshcha odam olinmaydi. Keling, kassalarimiz ko'rsatib o'tamiz. Mana aziz vatandoshlar, kirganda to'g'rida bizda 8-9 kassalarimiz. Mana aziz vatandoshlarimiz kelib, hamyurtlarimiz, vatandoshlarimiz kelib kassaga to'lovlarni qilib, mana zal ajdanilarimizga kirib o'tiradi aziz vatandoshlar. Ko'rishingiz. Assalomu alaykum. 1 minutga maylimi? Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz, Oshto'g'a? Moskvaga. Moskvaga. Necha nomerga telefon qilib kelyapsiz? 80 ga. 80. Mana ekranda nomerlarni ko'rsatib o'tganmiz. Qaytaraman +998 93 kodi bilan 258 80 nomerlarimizga aloqaga chiqinglar. WhatsApp, Telegramlarimiz ishlayapti. Pasportlarni tashlab onlayn tarzda joylar bron qilsalar ham bo'ladi. Ishonchlimisizmi mana? Endi keldik, bilmadim endi. Abu Sahiy keldingiz? Endi Abu Sahiyga keldik. Kassaga primo to'lovlar bo'lyapti. Bo'lyapti. Mayli, yaxshi to'ylar. Aziz vatandoshlar, ko'rib turganingizdek kassalarimiz 8-9 kassalarga kelasizlar va zalajlarni salqingina joylarimizni ko'rsatib o'taman aziz vatandoshlar sizlarga. Mana aziz vatandoshlarimiz, bu kuch zallarimiz bemalol kelib, salqingina avtobusimiz pasatka jarayonini kuzatib o'tirsangiz bo'ladi. Mana aziz vatandoshlar, bir qator ko'rsatib berasiz. Hamyurtlarimiz kelib, to'lovlarni qilib, biletlarini olib va pasatka jarayonini kutmoqda aziz vatandoshlar. Ekranda nomerlarga aloqaga chiqinglar, onlayn tarzda joylarni bron qilinglar azizlar. Bir kun oldin pasportinglar WhatsApp, Telegramdan tashab joylarni bron qilsanglar bo'ladi. Aziz vatandoshlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.